Bizda nimaga sharhlovchilar o'zini yaxshi ko'rgan komandasini ayta olmasligini tushundim. Ben qalbim tub-tubida bo'ladi-yu, to'g'rimi? Gvatemala bilan Avstraliyaning o'yinini ko'rib qiziqib qolmaydi-yu futbolga. Bizda ayta olmasligini sabab odamlar bunday qarab, bular ham odam u demaydi ekan. Bizda sirazu shu qabul qilib, itpana to'lishib olar ekan futbolga, to'g'risi. Realchi degani обязательно Barsachini yomon ko'radi degani emas. Barsachi degani обязательно Realni haqorat qilish kerak degani emas. Meni oldimga kelib kimdir Barsachiman desa, men Realchiman deyman, bo'ldi, u anaqasi yo'q. O'zing ham bilasan, u Barsa Realdan kuchliligini deb boshlab qolsa, keyin boshlanadi ungacha. Men odamdek qabul qilaman uni. Yoshga odam bir-birini buvisidan so'k, ayasidan so'k, nima kerak shunaqa narsa? Kallani ishlatinglar. Men Dembeleda oltin to'pini gapiraman, qolganlarni gapirdim. Bittasiga olib, uka, siz Barsachi ekansiz, Realni niqob qo'yasiz deydi. Ana shunaqa qiladigan ishim yo'q, aka, jumon-jumon o'ynab yuribman shuncha. Realchi siz uni demassiz deydi. Endi Realchiman deb otamga ham mush otib yuborishim kerakmi endi? Aka, kallani ishlating, futbol bu.